Dada. Size yangiligim bu. Ona yangimga. Yana nima boshladi bu? Dada, men endi o'zimga yarashadigan yangi kasb topdim. Qanaqa kasb? Ko'rsataymi? Ko'rsat qani? Qarang. Ona yangimga. Hamsa, tez uyima keling. Hozir o'ylim bo'ladi uyimda. Yaxshimisiz? Nima gap? Bu kim? Zokir-ku o'g'lim. Zokir? Yana nimani boshladi bu? Ko'rasizmi? Nimani boshlaganini? Tur ko'rsat. Tur. Ko'rsat. Tur bitta ko'rsat. Qalay? Bu nima bu? Bu zo'rlangan quruq raqsi. Ha, zo'rlangan qurvaqqa. Zo'rlangan hamsi ham bachasi raqsini ko'rsataymi bunga? To'xtang qani? Yana qanaqa raqslaring bor? Ko'rsat qani? Vapshi zo'ri bor. Qalay? Bunisi nima? Bu homilador pashsha raqsi. Endi isnot bu. Endi chidolmayman hamsa. Endi o'zim To'xtan qanamsi ham fatirdaman. Gap eshiting. Zo'r raqslarga menga yoqibdi Zokirjon zo'r. Menga qarang oxirigacha chidagalik oxirni ko'ra. Keyingisini ko'rsating, keyingisini. keyingisi nima? Keyingisiga vapshi zo'ri bor dada. Qalay? Bu nima? Bu bokira baliq raqsi. Duo qildim. Hamsi bachangiz qiliqsiz narsa. Xotin, nimang turdimi? Nima? Ha, nimang borki, turdimi deyapman. Nima tushuntirib gapiring, nimani ma'lamasdan? Bu yerda yotibdi-ku nimang. Ana shu turdimi deyapman, ana. O'g'limmi? Ha, ana shu turdimi deyapman. Siz hayli uyda yotibdi. Bo'ldi, bor, chaqirib chiq. Hamsayanga borish kerak. Assalomu alaykum, keling, yaxshimisiz? Nimangiz yaxshimi? Tushunmadim. Nima meni ishim bor sani? Menga qarang, eringiz yaxshimi deb so'rayaptilar, ibi. Shuni to'rasa bo'ladi-ku. Kim? Nima kelanding, Ismat? Shu o'g'lim nimangni ko'rib qolibdi. Bir kayf kelgan. Bir bersang shu nimang o'ynasa. Ana. Nima kayf ketdi? Ha? Ana, tarvuz to'pdingiz. Ha, ana shu futbol o'ynamoqchi bachalar bilan. Shunday demaysanmi? Hay, olaversin, o'ynasin. Men to'g'ri gapirsang bo'ladi shuni, Ismat. Endi siz amakni to'g'ri tushunmang. Bilasizki, dadam so'z boylik ekan. Shunga nima deyaveradilar-da. Ha, Musi kapak. Ana, hozir xotining ko'rdim nimasi yomon gapda ekan-a? Tushunmadim. Nima deysan sen, Ismat? Sen og'zingga qarab gapir. Menga qarang, darrov xotiningiz dadam murdi, qo'li katta ekan dedilar. Ha, shuni to'g'ri aytsang bo'lmaymi? Mayli, sog' bo'linglar, davay. Nima? Xotining ayt. Nimasini yopib qo'ysin. Uydan qaytan hammasi qarab o'tyapti. Nimani? Darvozangizni aytibdilar. Ha. Sog' bo'linglar. Shu Ismatni bir kun bittasi tilini qoparib oladi-da. Dada. Men bachalar bilan kontra borib kelay. Menga yordam bermaysan, bacham? Ro'zada men-ku dada. Ro'zadagi odam ishlamaydi. Okey. O ketdi kontrga. Ha. Sizlar ham ro'zam bachalar? Ha. Kim aytdi sizlarga ro'za tutgan odam ishlamasin deb? Bu uydagilarga yordam berish kerak. Ibi savob bo'ladi, bachalar. Davay. İftorlik mendan bugün. Hamsa? Yerim bor deb turgansizmi? O'g'darch kerak degansiz-a? 3 ta ishchi bor. 3 ta. Suytig'i 180 mingdan. Faqat pulini men bilan gaplashasiz. Aytgan bo'lsang kelmaydi yoningga. Hay, masalalarga keldim. Og'a chiqmay ekan nima aytmaysan? İftorlik bugün Bellissimo'dan. Ana, uzotinglar qani? Baba mana Bellissimo pizza zo'rda. Dastlabki aytasan, siraz keltirib beradi bachalar. Hozir mana 3 xil Ramazon siti bor ekan bularda. 1 kishilik, 2 kishilik, 4 kishilikgacha bor ekan. Ertalabki 11 dan yana ertalabki 5 gacha ishlaykan bular. Yana bularda bitta foydali tarafi bor ekan. Kim Ramazon sitini xarid qilsa, 5% vaqf fondiga o'tkazilar ekan. 5%. Yaxshi. Tushundingizmi? Davay qo'qinga. Olimdan, davay oching. Dada, hamma ishlar etib bo'ldik. Iftorlikdan keyin jo'rlarim bilan kontra borsak bo'ladimi? İftorlikdan keyin ana bu tepa svit yoqib beraman, kirib toshsizlar. Dada, men kibersportchi bo'lmoqchiman. Nima sportchi? Kibersportchi. Nima bo'la u? Kibersportchi degani telefonda har xil o'yinlar o'ynab, turnirlarda qatnashib, katta-katta sovg'alar yutib olaman men.
Bacham, undan ko'ra yer o'g'daraylik, ekin ekamiz, hosil olamiz. Ana bizlar katta yutug'imiz bo'ladi-da. Dada, lekin men o'zi o'ynaydigan PUBG Mobile o'yinida zo'r yangiliklar bo'lyapti. Hozir o'yin 7 yilligini nishonlanyapti. Unda noyob kolleksiya buyumlarini yutib olishingiz mumkin. Undan tashqari maxsus jamoa bilan rasma tushish nuqtalari ham bor. Hozirda o'yinda Navro'z tadbiri ham bo'lyapti. Vazifalarni bajarib, tematik avatar va ramka olishingiz mumkin. Ko'ryapsizmi dada, bu o'yinni qanday o'ynamaslik mumkin? O'ynash kerak ekan bacham. Masalan, mana yerdan hozir ekin hosil olsak, ozgina pul bo'ladi. Bundan nima pul bo'ladi bacham? Nima deyapsiz dada? PUBG Mobile o'yinida har xil turnirlarga qatnashib, katta pullar ham yutib olish mumkin. Qancha pul yutsa bo'ladi? Masalan, zo'r kibersportchi bo'lsangiz, turnirlarda qatnashib 2 million dollargacha yutib olishingiz mumkin. Oting dada, oting. Yordam ber bacham.